Jo'xa, men bir joyga bormoqchiman, meni olib borib qo'y. Qayerga bormoqchisan? Ko'chaga. Ko'chaga bormoqchi bo'lsang, chiq yo'qol. Men seni qayoqqa borib qo'yaman? Tentaymisan? Ya, men taksi bilan bormoqchi edim-da. Taksi yo'q-ku qishlog'imizda, dabba. Ko'rmadingmi hali taksi borligini? Yo'q, qanaqa taksi? Mana egasi keldi. Yo'q, estroq qalisan. Tinchmisan, Jo'xa? Men yangi biznes g'oya o'ylab topdim. Qanaqa biznes g'oya? Qishlog'imizda taksi xizmati yo'q-ku, o'shani men tashkillashtirmoqchiman. Yordam berasanmi? Biznes g'oya bo'ladi-da. Mayli, farqi yo'q, qilsak qilaveramiz. Qani, qayerda u biznes g'oyang? Men tayyor taksi avtomobilni olib kelganman. O'shanga, короче, nima edi, parkovka joy qilish kerak. Ya'ni taksilar yig'iladigan joy bo'ladi parkovka. Zo'r o'ylabsan, lekin qayerdan o'ylab topding bu g'oyani? ChatGPTdan so'radim, ChatGPT aytdi. Hamma narsani ChatGPTdan so'raysanmi? Shu bitta joyda borib kelishingni ham ChatGPTdan so'ragin, maylimi? Uni avvalroq so'ragandim. Men ham so'ragandim. Sen so'raganing mayli-ku, lekin nimaga sen so'rading? Endi so'rab ko'rdimda nima der ekan deb. So'ra, hamma narsani so'ra. Bu mashinani sotib oldingmi shu mashinani ham? Qalay ekan, zo'rmi? Bo'ladi, normallik. Nimaga pushtirasiz, ro'ziviy rangini olgansan? Endi zo'rda bu. Nima zo'r? Qizlar ko'proq minadi. Sen hali qizlarni o'rash uchun bu mashinani sotib olding, tentak. Bilasan-ku, qiz topishida o'zi asosiy maqsad. Uylanmoqchiman, senga o'xshab. Meni xotinim 100-qishloqda, bu yerda yo'q lekin. Shuda, bu yerda ham kimnidir xotini bo'lgani yaxshi-da, bitta meni xotinim bo'lardi, keyin uylansam. Davay seni uylantiramiz bo'lmasa. Yo'q, men uylanmayman hali beri. Nimaga uylanmaysan? Xotin uradi-ku, xotinim ursa keyin yomon bo'ladi. O'shaning uchun uylanmayman, kerak emas. Xotiningdan qo'rqasanmi? Yo'q, prosta hurmat qilaman-da, keyin hurmat qilib o'tirma. Hurmat qilib o'tirma. Borginda oldiga xotin de. Hamma narsa tayyormidi? U bo'lsa, "Yo, tayyor emas, ko'chaga yuribsiz" deydi. Shundaymi? Yo'q, yaxshi gapiradi. Meni xotinim yaxshi gapirmaydi, chunki men o'zim yaxshi emasman. Sendan yaxshi bo'lar o'zi, yo'q, sen shikalat bo'lasan-ku. Yeb ko'rdingmi, shikalat bo'lamanmi? Shunaqa. Mayli, короче, biznesda o'ylaylik, kerak emas. Mana pullarni olib qo'ygin, $400 menga qurib bersa o'sha binoni, ya'ni parkovkani. Mayli, parkovka qurish problema emas u. Yo'l bo'lmasa joyni ko'rsatay senga. Qanaqa joyda? Xullas, yana bir ikkita mashina sotib olaymi deb o'ylab qoldim-da. Bittani o'zi yetadi, kim haydaydi buncha mashinani? Ishchi olamiz ko'proq, taksistlar. Bizda oliy ma'lumot, nima deyapman, oliy ma'lumotli odamlar ko'p, o'shalar taksi qilsak bo'laveradi. Bitta tentagan bor, o'shani ham taksi qilsak bo'ladi. Bu gaping bilan taksichilar tentay demoqchimisan? Yo'q, oliy ma'lumotlilar bor deyapman, taksichilik qilish uchun. Ularni olamizmi? Mayli, farqi yo'q. Qochay yetel. Assalomu alaykum janob, men ham kiray, hoy, qochib tur, yaramas, yo'lda o'rtasida turib olganini qaranglar. Yo'q, qalay, yo'lda turma. Nima deysanlar? Xullas, men taksichilik xizmatini yo'lga qo'ymoqchiman, o'shaning uchun parkovka qurishga yer kerak menga. Mayli, bo'sh joy bor, borib olaveringlar. Qaysi bo'sh joyda aytyapsiz? Jo'xa biladi deb qo'ying, brat. Jo'xa biladi, borib ko'rsatadi. Men bilaman, yursang ko'rsataman, stro o'zim. Yur bo'lmasa. Mayli, boringlar, tez quringlar, asab tuzmanglar, men o'zi, asab buzilyapti. Cho'tamiz nima rejalashtirib o'tiribsiz bilmadim janob mer. Ishi bo'lmasa sur davay. Mayli, surish bo'lsa suramiz. Yuray, strom ketaylik, janob mer sirlish qilyapti. Mana pul, короче, yerdi puli. Tushunganman ekansiz. Bo'pti, sog' bo'linglar. Mayli janob mer, mayli. Tez aytchi debsan. Bo'pti janob mer, sog' bo'ling. Ketasanlarmi yo tepib haydaymi? Ketdik, yuray janob mer deb. Qiynab qo'ydik. Nima qilyapti janob mer, o'zi bilasanmi? Nima qilyapti deb o'ylaysanlar? Yo'qol tez. Janob mer, короче, qizlar bilan gaplashmoqchi bo'lyapti, tushunibsanmi? O'shaning uchun bizni haydab yubordi. Yo'q, shunaqami? Shunaqa. Sen bilmaysan-da, u janob mer rostdan real shunaqa qilmoqchi. Bir kim musor tashab ketdi, farosatsiz. Bu yoqqa qo'ysa bo'lmasmikin? U yoq toza joyga yana musor qo'yding. Tentak o'zing farosatsizsan. Yo'q, unaqa emas. Shularni ham sotib oldingmi? O'zi asosiy taksilar bular. U pushti roziviy faqat qizlar uchun, tushundingmi? Bu jetellar uchun. Ayyore, sen bo'lsa jetellarga musor mashina olib turib, qizlar uchun zo'r mashina olgansan, to'g'rimi? Shunaqa desak ham bo'ladi. Oho, sen вообще babnikmisan? Nima balo? Lekin qizlar birortasini ham o'ray olmaysan, to'g'risi. Nimaga o'ray olmas ekanman? Sen qizlar gap olishni bilmaysan-ku, tentak. Bilaman, nimaga bilmas ekanman? Gapirib ko'raymi senga? Men qiz bolamanmi senga? Endi o'ynab ber rolini. Mayli, rol bo'lsa o'ynab beraman. Gap otmani, taksistsan, kelib turman, gap ot, ko'chada turibman. Yaxshi qiz, aylantirib kelaymi? Aylantirib kelmay, nima, sen parkmisan aylantiradigan? Unaqa emas-da, sen unaqa qiz bo'lmaydi. Sen bolasan, ko'raysanmi? Sen qizlarda gapira olmaysan.
Gapiraman, nima gapirmayman. Bo'pti, qarochda mana shu asfalt yo'llar bo'ylab haydaysan-da mashinani. Bu yerda narsalar bor, bloklar. O'sha bloklardan foydalanib mana shu yerga parkovka qurasan. O'zi kattagina joy topib qo'ygandim. Zo'r joy topsan, lekin qo'yilmas senga. Kallangni qanday ishlatding? Mana bunaqa qilib buzish kerak. Ko'rasan, qanday tezkor buzish usulini bilaman. Sen buza olmaysan bunaqa qilib. Ko'rasan, qaytarib yo'q qo'yin, sen buzishing kerak. Senga men bekorga pul bermadim-ku, sen ishlashing uchun pul berdim. Endi bergan pulingni sen nima minnat qilmoqchimisan menga? Yo'q, qayerda minnat qilaman. Tezroq qurib bersang qurib ber, bo'lmasa asabni buzma, vaqtni olma. Mayli, vaqting olinmasin. Qurib berish kerak bo'lsa qurib beraman. Bo'pti, tezlash. Sen rostdan ham qis-pis topmoqchimisan deymani, tezlash deysiz. Shunchalik ham uylanging kelyaptimi? Endi yosh o'tib ketdi, uylanmasam bo'lmaydi-da. Bo'pti, uylan, mayli. Men bo'lmasa ishni boshlayman. Sen borib o'zingga qizlar gapirish uchun gap o'ylab tur. Bo'pti, mayli. Qara, mana bu yerga kelish kerak burchagi, tushundingmi? Tushundim. Qurishni o'rgatma. Men senga ustozlik qilishim ham mumkin qurilish bo'yicha. Sen bu gaping bilan o'zingni zo'rman deb o'ylaysanmi? Nima deb o'ylay? Zo'rmasman deb o'yla, xo'pmi? Mayli, zo'rmasman. Bor endi. Nima qilding? Sakradim, ko'ryapsanmi? Men sakrash bo'yicha jahon chempioniman. Qaysi jahon? Mana mahalladagi jahon bor, o'shani yengganman. Shu uchun jahon chempioni bo'lganmisan. Shunaqa jahon chempioni degan, jahon chempioni degani butun dunyo chempionati bo'lmaydimi? O dunyo chempionati bo'ladi. Tushunyapsanmi? Bo'pti. Bor. Qizlar gapirding, gapingni o'yla. Mayli, bo'pti, ketdim. Tezroq qurib qo'y, kelaman keyinroq. Mayli, suray. Vobshe ko'p gapiradi. Ezma bola shu rostdan ham. Istro o'zi ko'rib turgan bo'lsa, videoga like bos, istro deb yuboring. Qarochi, qurilishni boshlash kerak endi bu yo'lga. Nimagadir menga belkurak bermay, qanday yer tozalayman hozir men. Vobshe tushunmayapman to'g'risi. Bitta kirka bilan yer tozalamasam kerak har qalay. Nima qilaman hozir? Uyimdan belkurak olib kelaymikan? Belkurak olib kelish kerak. Vobshe hech narsa bermayman. Mashinalar haydab o'tkazaymikan yo birinchi. Nimadir o'ylash kerak-da. Borib uyimdan belkurak olib kelsam tezroq bitadi-da ish. Birinchi bor belkurak olib kelaman qarochi. Yer qazish kerak, parkovka qurish kerak, keyin mashinalarni olib borib birma-bir taxlab, taksichilikni boshlashim kerak. Estron o'zi ana rozoviy mashinani haydab taksichilik qiladi. Men ana nima edi? Nomi Meketardi nima edi? Yo'q, eslolmadim baribir. Hozir eslab olay-da. Nima edi shu nom, nima deylardi? Mana shunaqa mashinalar bilsanglar kommentariy yozib yuboringlar, akalar, opalar, singillar, obunachilar. O'zim eslashga harakat qilyapman, eslay olsam sizlarga aytib yuboraman. Bo'ldi, esimga tushdi. Nima edi? Marshrut mashinalar, mana shu mashinalar endi esimga kelib qoldi. Marshrutkada bular hozir yaqin joylarga tashiydigan mashinalarni marshrutka deyiladi. Buni bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Bizda Damazlarni marshrutka deyiladi. Shunda Damaz yaqin joyga tashiydigan mashinami? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Damaz любой joyga borib qo'yadi. Damaz ichiga bitta Kamazning yukini tig'sanglar ham bo'ladi bemalol. Damaz xullas legenda, tushunyapsizlarmi akalar? Sizlar uchun qaysi mashina legenda? Menimcha ko'pchilik uchun Nexia 2 legenda. Nexia 2 уже eskirdi. Bizga legendarniy mashina hozir Gentra bo'lib turibdi. Keyin Malibu bor. Xullas mashina, legendarniy mashinalar ko'p. BMW endi u BMW ga hammaning puli yetmaydi. Hamma puli yetadigan mashina bu hozirda Gentra legenda men uchun. Endi ko'pchilik uchun Cobalt legenda, bilmayman. Cobalt zo'rdir, balki sizlar uchun qaysi mashina zo'r? Kommentariy yozib qoldiringlar albatta. Rostdan ham Cobalt vahshiy ko'chada Cobalt to'lib ketgan xabaringlar bo'lsa agar, shunday ko'chaga chiqsanglar, 3 ta mashinadan ikkitasi Cobaltda, bittasi Gentra, yo bittasi ham o'sha Cobaltni boshqa rangidagisidan-da. Va hech ko'payib ketgan bor. Nima ham buncha ko'payib ketgan hayronman. Ko'chada любой puli bor odam chiqib turib borib Cobalt olib kelyapti. Rostdan ham odamlar Cobaltga vahshiy o'rganib ketdi shekilli. Mos tushmayapti, tushunmadim. Mundasiga qo'yib yuborish kerak shekilli. Men bunoq turib qo'lim vahshiy qiyshiq bor-ku. Nima mos tushmayapti desam, mos tushmayapti. Yo'q, baribir tushmayapti. To'g'risi buni olib turib, men bunaqasiga baribir mos tushmas ekan. Nima qilsam ekan? Bunday qanday qo'yib yuborish kerak? Tushmayapti, endi maqsam bo'ladi. Uni to'toylarda men bundan qo'yaymi ekan? Bu ham tushmayapti. Bo'ldi, qarochi, oddiy qilib boraman, bo'ladi mana shu. Javnaga atrof dumaloq aylana to'rtburchak bo'lib ketish shart emas. Shunchaki chiziq bo'lib tursa bo'ldi. Odamlar shu chiziqdan chiqib ketmaslikni ko'rsa bo'ldi. Shuni nima qilib bo'lsa ham chizib qo'ysam bo'ldi, to'g'rimi? Bo'ldi, mana. Endi bu yog'iga qazib, bu yog'ini ham tekis qilib yuborsam, tep-tekis to'rtburchak bo'lgandan keyin o'rtaga odamlar kelib turib mashinasini qo'yadi, parkovka qiladi, keyin chotki bo'ladi hammasi.
qanaqasiga odamlar qo'yadi, taksilar qo'yadi bu yerga, taksixona-ku bu yer. Krif nima edi? Krif deb. Estromikni o'zi qo'yadi mashinasini. Endi Krif bilan Estromik ikkalasi ham dizayner bolalar, o'shancha ismini adashtirib yuryapman, obunachilar. Bu tomonlarni ham to'liq endi o'rtasini full ochib chiqish kerak. Keyin o'rtasiga full blok qo'yib chiqishim kerak. Xullas, takoy qilib yuboraman bu yerda. Bor taksimisan, taksixona bo'ladi.